Bugungi videoda men do'stlarim bilan har xil qo'rqinchli klovnlar chaqirib ko'ramiz va ularning jahlini chiqaramiz. Xo'sh, mana ko'rishinglar mumkin, bu mana do'stlarim va hozir bitta klovndan intervyu olishga harakat qilib ko'ramiz. Opa, bu yerga ham kelib oldim. Xo'sh, klovn aka, sizga bir ikkita savollar va mikrofondan qo'ysangiz bu qo'limga olib orqaga yetib qo'yaman. Baba ovoz eshitilaveradi. Xo'sh, birinchi savolim, nimaga siz yovuzsiz? Chista odamlarning kayfiyatini ko'taradigan yaxshi klovn bo'lsangiz bo'laveradi-ku, masalan. Bir nima yomon klovn. Do'stlar, video avvalida obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Keyingi qism 4 ga obunachidan so'ng. Aytganday, menga kecha bir odam qandaydir sayt yubordi. Qanday sayt? Bilmayman, qanaqadir klovnlarmi deyay, xullas. Lukasning uyiga borganda aytaman. Mani qo'rqishimni bilasanlar-ku, bunaqa qo'rqitmalaring. Juda ham qiziqarli o'xshaydi, ketdik. Ketdik. Nima deb o'ylaysan? U sayt haqiqatan klonlarga Qanaqa aloqasi bor? klonlar ketdigi. Qo'rqoq. Yuringlar magazindan suv olaylik. Yaxshi-ku. Bu boshqa gap. Конечно. Lekin mani pulim yo'q-da. Meni ham pulim yo'q edi. Mayli bo'lmasa o'zim uydan berib yuborasalar. Buni tushunga to'g'ri keladi. Mayli. Xo'sh, janob, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, nima olasiz? Tak, doimgidek suv, kola, Fanta, Sprite va Lukaska nima olsam ekan? Kola ola qoling unga ham. Yaxshi fikr janob, lekin xo'sh, necha pul bo'ldi bu? Sizdan 22,000 so'm bo'ldi. Okey, mana sizga 10, 20 va 2 mingtalik olishingiz mumkin. Mayli, kelib turing. Okey, rahmat yigitlar, sizlarni bittangizga Sprite, bittangizga Fanta oldim. Sprite menga yoqmasdi. Tekin bo'lgandan keyin olaveradi. Senga ham Fanta yoqmasmidi shunaqa qilib? Yo'q, Fanta menga juda ham yoqadi, вообще chotki. Unaqada yaxshi. Kevin, tezroq kelinglar. Mana hozir boryapman. Ozgina Sprite ichib qoldim-da. Sprite ham o'zi yaxshi suv aka, yomon emas. Конечно, yaxshi suv bo'ladi. Endi Lukasni chaqirish kerak. Xo'sh, Luka chiqasanmi o'ynagani? Qanaqa o'ynagani? Biz nima yeb, mayda yo'q edi. Qanaqa mayda? Uyiga kiraylik, gap bor. Xo'sh, mana shu sayt haqida gapirayotgandim. Vau, zo'r ekanmi? Bu saytdan tez chiqib ketlaring, o'sha qo'rqyapman. Ko'la ham yaxshi-da. Xavfsizlik sifatida flash ko'laymiz. Mani kompyuterimdan qanaqa saytga kirib olsanlar, virus masmish qilib. Sayt ekan. Vau, qorong'u sirk nima? Sal g'alati soyqotimi? Yoshligimda kitoblarda o'qigandim. Da, menimcha prank sayt bo'lsa kerak. To'g'ri. Lekin seriozligiga o'xshamayapti, lekin dizayn ustida zo'r ishlayaptilar. Da, lekin Yanusida 5 yulduzcha bor ekan, o'shani chaqirib ko'ramizmi? Jinni bo'lmalaring. Davay. Michael, qo'rqmasin-chi. Xo'sh, to'g'ri aytyapti Astrobek va bu yerda boshqalari ham bor ekan. Mana bu Cobalt masalan juda ham katta natijalarga erishgan ekan. Masalan, menga yoqdi. Bu Cobalt xavfliroqqa o'xshadi, lekin o'zbek mashinasini eslatyapti. Nima ma'lumot nimasida qolgan barcha fayllar unga itoat qiladi. Aytishlaricha, u sirkning eski egasi bo'lgan. Sirk yongan kechada u ham yongan va kulgusi bilan birga qaytib kelgan. Arxivdagi eng ko'p chaqirilgan va eng ko'p afsus qilingan fayl nima? Davay shuni chaqiramiz. Davay, chaqirur. Xo'sh, chaqirish tugmasi ham bor ekan. Qolganlarga ko'ra shu qiziq tuyuladi. Davay shuni chaqiramiz. Yo'q, kerak emasdir bolla. Cobalt chaqirildi, orqa yo'l yo'q. Oh my god, hamma ma'lumotni beryapti-yu. Bu hadash telefoni u sizni Makillamagida meni hayron qoldirgan narsa IP'ni o'zgargan, chunki VPN yoqilgan. Ketdi yo'qot degani. Dalba. Bolla, anu saytdagi odamni qo'rqityapti. Nima, hali klon kelmasdan sanlar to'xti beryapsanlarmi? To'ppa-to'g'ri aytyapti. Kanishni qo'rqitdi, ular bizda hamma ma'lumotimizni chiqarib berdi-ku. Hozir 21-asr. To'ppa-to'g'ri, Stromik to'g'ri aytyapti, qo'rqish kerak emas lekin. Luka mujik. Michaelga tushunmayman-da. O'zingizlar bilasizlar. Saytni qo'yib turinglar. Undan qo'rqinchligini topdim. O'tgan yili shahrimizda mashhur bo'lgan maktab bor-ku, shunga borsakchi, u yerda eski qabriston ustiga qurilgan deb eshitdim. Eshitishimcha arvohlar ham bor ekan. O'ylab ko'ringlar. Jinni bo'lyapsanlar. Juda ham zo'r ideya. Masalan, kechqurun borsa, вообще chotki bo'ladi. Davay, men roziman. Molla, senlarga biron nima bo'lsa, ota-onangga nima deb javob beramanmi? Oh my god, qo'rqma, eshitma bo'lmaydi. Michael, qo'rqaverib joyga devor deb boru, hech narsa bo'lmaydi. Lekin maktabda qorovul bo'ladi, uni nima qilamiz? Uni ham o'ylab qo'yganman, u qorovul unchalik muammo emas. Lekin bu umuman yaxshi fikr emas, ishonaveringlar. Bo'ldi, davay, kechqurun shunda 11larda ko'rishyapmizmi? Men roziman. Michael, sen ham qo'rqaverma, katta bola bo'lib qolding. Hech nimadan qo'rqqanim yo'q. Qo'rqmayman deysan-ku, o'tgan safar hojatxonaga deb qochib o'rgandik. Bu safar ham shuna bo'lmasin. Bo'ldi, men ham roziman. Boshqa gap bu, let's go.
Oh, ha, va nihoyat yetib keldik. Oyoqlarim og'rib ketdi. Qorovul shovamasa bo'ldi. Qanaqa qorovul? Bo'ylari tez-tez ketdik. No, davay. Hech bo'lmasa san kirmagin, ketaylik. Yo'q, qanaqa ketish? Kiramiz. Okey maktabda borsak ona, okey maktabda qirol. Короче, что там? Muzikasini pastroq qo'ysa bo'lmasmikan? Shunday demaysanmi? Endi kutubxonani topish kerak. Kutubxonada detektor arvoh bor deb eshitdim. Ну, давай, qayoqda ekan? Bu yer emasmi? Menimcha, mana shu yerda ekan, Estrobek, bu yoqqa kel. Nima? Yo'q, ko'zimga ko'rindi menimcha. Xo'sh, qayerda ekan? Bu yerda. Menimcha hech narsa yo'q. Oddiy kutubxona, bilmadim. Siz anaqangi notobiga g'alati, misol uchun qo'rqinchli narsalar bu yerda umuman sezmadim. Masalan, maktabda 2-chi etajda biz uchun. Bo'ldi, keta qolaylik. Hech qayerga ketmaysan. Bugun Luka to'g'ri gapiryapti. To'g'ri. Menimcha u haq. Endi nima qilishni o'ylashimiz kerak. Nima qilamiz? Nima? Svet o'chdimi? turdim Qanaqa sanlagan. qilib maktabda svet o'chishni? Voy, yo'mayu. Allo, to'xtab tur-chi, hozir maktabda g'alati ovozlar eshitilyapti. Tez tekshirib kelish kerak, qorovul 05. Aniq mana shu yoqda ko'rdim, lekin nima bo'lyapti bu yoqda shumtakanlar? Nima qilyapsanlar? Amaki, shunchaki hojatxona topolib oldik, juda bo'lmay ketdi. Yordam beringlar, nima? Nima? Qulun ovoz eshitildi. Luka, san chiqchi? Davay. Ahmoq chiqib ketdi. Nima qilamiz? Ketdik, nima qilardik? Astromik sana deb bo'ldi. Nima? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Jinni bo'lmalaringni. Menimcha mana shu yoqda bo'lishi Bu kerak. yoqda hech kim yo'q-ku. Biroz qidiramiz, agar topilmasa ketamiz. Davay, pastga ketdik hammamiz. Ketganimiz yaxshi menimcha bu yoqdan. O'zi qayerdan keldik, bu fikr mendan chiqqan edi. La'nati, umuman kerak emas o'zi kelish. Voy, bu yoqda kimdir bor. Uy, jinnimi bu? Yo'q, amaki, sizga nima bo'ldi? Amaki, o'zingizni bosing, chin ursin, nima qilmoqchisiz? Mana shu yerdan Yo'q, amaki, o'zingizni bosing, kerak emas. Bu yoqqa keling. Yo'q. La'nati, bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Ketdikmi tezroq? Ketdik. Ayyo. La'nati, hammasi o'sha Jidrogor sayti deb bo'ldi. Hammasini men boshladim. Yo'q, unaqa dema. Nima? Michael qani? Yo'qolib qoldi cho'ti. Oh my god, Rustam, qani Michael? Yo'q, Men ketdim, короче. Men ham ketdim. Jin ursin, lekin qutqarish ham kerak edi. Klovn ovozi ketish kerak. Jin ursin. Do'stlar, meni maqsadim YouTube'da 10 000 obunachi yig'ish. Keyingi qism esa 1 k like'dan so'ng chiqadi. Tezroq 10 k bo'lishim uchun obuna bo'ling. Bu video juda ham ko'p vaqt ketdi, shuning uchun 1 k like go. Michaelga endi nima bo'ladi?